1-may kunidan boshlab tabiiy gaz va elektr energiyasidan foydalanganlik uchun oylik foydalanish miqdoriga bog'liq ravishda to'lovlarni o'zgartirish tartibi joriy qilindi. Bozor sharoitida hammamizga ma'lumki, o'ziga xos bo'lgan tabiiy ravishda o'rnatilgan qonun qoidalar amal qiladi va unga hamma shak shubhasiz, so'zsiz rioya qilinishi kerak. Bu tabiiy gazdan yoki elektr energiyasidan foydalanganlik uchun haqni to'lash masalasiga ham bevosita daxldordir. Agar inflyatsiya jarayonida ish haqi ham shunga mos ravishda oshiriladigan bo'lsa, bu aksincha o'z ta'sirini ko'rsatadi va inflyatsion jarayonlarni yanada keskinlashtiradi. Tegishli resurslardan tejamkorlikka rioya qilmasdan turib, ularni isrof qilib, sarflab, xo'jasizlikka yo'l qo'yib, erishilgan obro'ydan ko'ra iqtisodga rioya qilib erishilmagan obro'yni men maqsadga muvofiq deb hisoblayman. Ma'lumki, joriy yilning 1-may kunidan boshlab tabiiy gaz va elektr energiyasidan foydalanganlik uchun oylik foydalanish miqdoriga bog'liq ravishda to'lovlarni o'zgartirish tartibi joriy qilindi. Tartibning o'zgartirilishi munosabati bilan ijtimoiy tarmoqlarda yana bunga turli xildagi munosabatlar bildirilyapti. Bu masalada munosabat bildirayotgan hamyurtlarimiz meni nazarimda masalaning faqatgina bir tomoniga e'tibor berib, uning qolgan boshqa tomonlariga o'zlarining e'tiborini chetda qoldirishyapti. Gap shundaki, mana bu tabiiy gaz uchun yoki elektr energiyasi uchun oylik foydalanganlik darajasiga qarab turib to'lovlarning joriy etilishida ham aslida bozorning oddiygina qoidalaridan kelib chiqilgan. Bozor sharoitida hammamizga ma'lumki, o'ziga xos bo'lgan tabiiy ravishda o'rnatilgan qonun qoidalar amal qiladi va unga hamma shak shubhasiz, so'zsiz rioya qilinishi kerak. Bu tabiiy gazdan yoki elektr energiyasidan foydalanganlik uchun haqni to'lash masalasiga ham bevosita daxldordir. Masalaning ikkinchi tomoniga e'tibor beradigan bo'lsak, yurtdoshlarimiz bu resurslardan albatta bozor iqtisodining asosiy talablaridan kelib chiqqan holda birinchi navbatda iqtisod rejimiga rioya qilishlari, ularni tejab tergab foydalanishlari kerak. To'lovlar bilan bog'liq bo'lgan qarzdorlikning oshib ketmasligi uchun mahsulotdan foydalandikmi, xizmatdan foydalandikmi, uni haqini o'z vaqtiga to'lab qo'yadigan bo'lsak, albatta qarzdorlikning ortib ketmasligiga o'zimizning munosib hissamizni qo'shgan bo'lamiz va bu boradagi vujudga kelishi mumkin bo'lgan muammoni oldini olgan bo'lamiz. Inflyatsiyani inobatga olgan holda ish haqini oshirish bilan bog'liq bo'lgan masala go'yoki muammoni hal etilishiga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatish mumkindek talqin qilinadi. Lekin aytish kerakki, hech payt agar inflyatsiya jarayonida ish haqi ham shunga mos ravishda oshiriladigan bo'lsa, bu aksincha o'z ta'sirini ko'rsatadi va inflyatsion jarayonlarni yanada keskinlashtiradi. Va oxirgi narsa, mana shu amalga oshirilgan yangi tartibning joriy qilinishi ba'zi bir yurtdoshlarimiz tomonidan amaldorlarning obro'yiga obro'y qo'shmaydi degan fikrlari ham meni nazarimda o'zini asosiga ega emas. Zero tegishli resurslardan tejamkorlikka rioya qilmasdan turib, ularni isrof qilib, sarflab, xo'jasizlikka yo'l qo'yib, erishilgan obro'ydan ko'ra iqtisodga rioya qilib erishilmagan obro'yni men maqsadga muvofiq deb hisoblayman. Yuqoridagi mulohazalardan ko'rinib turibdiki, yurtdoshlarimizni munosabatlari faqatgina bir tomonlama bo'lmasdan, balki masalaning boshqa jihatlarini ham e'tiborga olinadigan bo'lsa, men o'ylaymanki, amalda joriy qilingan tartib o'zini yetarli darajadagi samarasini beradi.